Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Onlayn taksi arzonmi, alo taksi arzonmi deganlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu alo taksi azizlar, ikkoviga ham zakaz qilganman. Bir joydan turib va payqilni bosdim. Sizlarga ko'rsatish maqsadida 5800 so'm, 6000 so'm. Hozir yuraveramiz. Shu 7000 lar atrofiga ko'ramiz hozir. Qaysi biri ko'p ishlaydi. Ikkovi ham bir xil. Hech qanday arzon yoki qimmat emas azizlar, ikkovi bir xil. Qaysi bir arzon ekan deb o'ylamanglar. Ikkovi bir xil ishlaydi. Keyin qaysi biri tez kelsa, misol uchun o'shani tanlab ketaveringizlar. Misol alo taksi 15 minutda boradigan bo'lsa, o'ziku taksilar 15 minutlik yo'lni olmaydi. Onlayn taksi 5 minutda keladigan bo'lsa, shu qaysi biri tez bo'lsa, o'sha bilan ketaveringizlar. Chunki narx bir xil azizlar, narx bir xil. Mana 6600 so'm, 6800 so'm, bu ham 6600 so'm, hozir bu ham 6800 so'm bo'ladi. Ikkovi deyarli bir xil ishlaydi azizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Shuni sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Bu ham 6800 so'm. Bu ham 6800 so'm, 7000 so'm bo'ladi. Endi sekin yopsak bo'ladi. Taksi mobil xizmatlaridan foydalanganingizdan xursandmiz. Bunisini yopamiz. Yana kutib qolamiz. Hozir. Sal yuraylik, buni ham 7000 qilaylik. 6800 so'm va 50 metr ham yurmadik. 7000 so'm bo'ldi. Mana bu zakazlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.